Hurmatli obunachilar, 7 million 600 ming so'mga baraka ko'p chug'onachi. Assalomu alaykum, hurmatli Nuriddin kanali obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Haftaning yakshanba kuni Zangiota tumani Nazarbiy mol bozoridamiz. Xudo xolisa bugungi bozor narxlarini qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Bugungi chислomimiz 27-aprel, hurmatli obunachilar. Baraka bo'lganlari mana 22 million so'mga mana shu ikkita buqachalar baraka ko'p, hurmatli obunachilar. 22 million so'mga. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgani bu ham 18 million so'mga shu buqa baraka bo'ldi. O'zi ham narxi bilan baraka bo'ldi, ko'rsatmasin. 18 million so'mga. O'dan assalomu alaykum. Nech pul ekan? 14 million. 14 million buqacha. Jaydari narxiga 14 million so'm pul so'rashyapti. Bozorda nech pul qo'ydi o'dan buni? Bermayapti. 13 dan pastiga so'rashdi, bermabdilar odam shuni. O'zimizdan shu jaydari buqachalarda. Keyingilariga. Nech pulaga aka, assalomu alaykum. Nech puldan so'rayapsiz bularga? 15 kam bor. 15 dan 30 million so'm kam bor. Bozor nima qilyapti bularni 30 dani? Qara do'dam qoch pul ekan do'stlar. Nech pul qilyapti? 13 dan? Voy voy. 13 million so'mdan mol boshi 26 million so'm pul qilishdi, bermabdilar shular. Buqacham bular? Kelasi ham buqacha ekan. Nech pul beramiz budan bular? Beramiz. Nech pulga? Astoyda bitta narx ayting. Beramiz. Yopishayotgan yo'q, shok ketadi. Yo'qmi? 13 million so'mdan pul qilgan, hali yopish so'da bo'lmagan. Keyingilarga endi. Aka, qanaqa so'misiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Akangiz yaxshi yuribdimi? Nech puldan aka bularga? 14 dan kam bor, jonivorlar mana. Bittasi olib, bittasi ham sari variant. 14 million so'mdan kami bor deyaptilar. Bu nech pul qilyapti aka bir joyda kelasizlar? Olani 12 million 600 bu. Uni nech pul qilyapti? Mana buni 12 million so'm pul qilishdi, beryaptilar. Jonivor. Qiziqqanligi nomerlarni olib qo'yamiz. Necha nomer qo'yamiz aka? 93lik. 93lik. 057 057 2587. Qaysi birisidan? Ularmi? Ular narxiga nech pul? Boshqa maydalardan ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, ola bu qadar mana. Narxiga 18 million so'm pul so'rayotgan ekanlar shunga. 18 million so'm. O'dan buni bozorni ish qilyapti. Bermadi. 16,5 million so'mga shuni beryaptilar. O'zi ham xonadonda boqilganmi, ancha ozoda boqilgan ko'rsatmasin. 16,5 million so'mga berilmadi, hurmatli obunachilar shu. Hurmatli obunachilar, keyingi sotiladiganlar narxiga 18 million so'mdan pul so'rayotgan ekanlar. O'zimizdan jaydarib qo'shadi. Bularni bozorni nech pul qilyapti aka? Bermadinglar. 18 million so'mdan o'zingiz pul so'rashyapti. 31 million so'mga bir joyda berilmabdi shular. Yangi yo'lda mollar. 7 ishchidan problema degan narsa yo'q aka. Sizga bir hafta garantiyasi bor. Qayerda mol oldingiz? Yangi yo'l. Yangi yo'lni, xo'p. Olganingizdan keyin bir hafta garantiyasi bor ekan. Garantiyasi bor molni hozir qizil kitobga kiritilyapti-da, necha nomer qo'yamiz aka? 99lik. 99lik. 220 220 18 18 13. 13. Bulardan bormi aka? Xonadonlarda yana bor ekan bulardan. Buqacha, hurmatli obunachilar. Nech pul so'raysiz? Assalomu alaykum. 14 million so'm kami bor. Yo'q, quyosh tushyapti. Qani yo'qdan olamiz. Bozor nima qilyapti aka buni? 12,5 million so'mga shuni bermayotgan ekanlar. Hurmatli obunachilar, 12,5 million so'mga. O'zlari 14 million so'm pul so'rayaptilar. Mana 12 million 12 million 400 ga baraka ko'p tushib qo'ycha. 12 million 400 ketdi hali.
Erkeğim. Olacağım bak. Ha, olacak. Agar o'ynayotgan bo'lsang ber. Orimsiz. Hayır, bermi? Boqishga, boqishga. Qolibga. Yash olgan mol. Rozi bo'lsa, rozi baraka. Menga qara, hech kim yetkani bo'lmaydi. 100 ming. Xo'p baraka. Nechi pul bo'ldi aka? 6 million 100 ga 6 million 300 bo'ldi. Mana. Bu qanchalar baraka bo'ldi? 6 million 100 ga 6 million 300 aramizda. 8,5 million. Mana 9. Mana bunisi. Qolgani 8,5. Hurmatli obunachilar, g'o'najillar mana. G'o'najillarni ana nimasi bo'ladi? Ko'chat deydi-yu, yoshroq payti. Xo'p, bularni 8,5 dan bitta mana bunisini 9 million so'm deyishyapti. Odam qo'lingizda ushlab turganga nechi bir qo'lingizga? Qo'lingizga nechi bir? 7,5 million. Bu qancha? 7,5 million so'm ekan. Mana 9 nechi pul qilyapti bozor? 8 million. Bermadingiz. 8 million 600 ming so'mga shuni bermabdilar. Odam molni ko'z tegmasa sifat nechi nomer qo'yamiz? Ha? Nechi nomer qo'yamiz? Nima qilasiz uni qo'yib? 94lik 691 691 41 45. Qani? Nechi pul ekan do'dam, assalomu alaykum. 8 dan 10-chilar. Bozor nechi pul qotdi bular? 8 milliondan pul so'rayaptilar. Bozor ikkalasini bir joyda 14,5 million so'm pul qilishdi, bermabdilar. 10-chilar, hurmatli obunachilar, bu qancha emas. 10-chining esli varianti narxiga 11 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Odam bozor nechi pul qilyapti bular? 90 ming. Bermayapsiz. 9 million 100 ming so'mga beryaptilar shuni. Hurmatli obunachilar, 10-chiligi 12 million so'mdan pul so'rashayotgan ekan shularga. Bu Ibrahim sherigi. Xo'p, qo'sh pul oyoq tayyorlashmaydi. Shularga ikkitasiga 12 million so'mdan pul so'rashyapti. So'raymiz endi bozor nechi pul qilgan. Aka, buni bozor nechi pul qilyapti? Bir joyda bermadingiz. 20 million so'mga shularni bermabdilar bir joyda. Hurmatli obunachilar, bu 9 million so'mdan pul so'rayaptilar. Bozor nechi pul qilyapti odamlarni? 2 kam 8 dan so'rayapti. Ha, mol boshiga o'shanda 200 ming so'm kam, 8 million so'mdan pul qilishgan, bermabdilar shular. Uchalasi ham qo'najoq, hurmatli obunachilar. Bozoringlarni bersin. Odam nechi pul ekan bunga? 7,5. Bu ham qo'najoq. Narxi 7,5 million so'm keldi. Bularga nechi puldan ekan? Bularga mana 8,5 dan. Qo'najimi odam bular ham? Bozor nima qilyapti odam qorasini? Ikkalasini bir joyda 15 million so'm pul qilishdi, bermabdilar. Qo'najilar. Ana. Zo'r. Nechi pul ekan aka salom? 16 million so'm. Yo, olaman. Shunisiga 16 million so'm ekan. Bozorning hokimi shu yerda. Assalomu alaykum. Aka, qanaqasiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchab qo'yasizmi? Deshmal? 12 million so'm kami bor. Kami bor ekan shu buqachaga. Sho'pirlar faqat mol tashimaydi, anaqa ham sotadi. Olib kirib mol ham sotib turishadi. Aka, mana bozor nima qilyapti? Bermayapsiz. 14 million 300 ming so'mga shuni bermabdilar. Oladi.
tashlamasdan olib chiqqanlar-da. Muzokaralar yaxshi. Somay bo'lgan somay. Kul. Itiga qarshi. Ha. Itlar e'tiborlab. Mana necha pul o'zi beramiz kichkina? 10 million bo'lsa beraman. 10 million beramiz. Necha nomer qo'yamiz? 33'lik. 33lik. 746 746 17 17. 10 million so'm bo'lsa shuni beraveramiz deyaptilar o'zlarining sigirlarini bolalariga. Onasi olib qoldi. Yo'q, Oqa chaqmasin endi. Hozir olib qo'yaman. 5 ming bo'lyapti aka. Yarimdan. Yo'q, siz yon bo'ladi aka, men qo'raga to'g'raman. Men yo'qmi bu? Voy, yon bo'ladi aka. Voy, yon bo'ladi. Yon. Bor shu, kela. Qo'raga to'g'raman. 14,5 qo'ydilar, hurmatli obunachilar. 14,5 million so'm. Bermay turibdilar. 10 ajala hammasi. Narxiga nechi pullar? Narxiga. 16 dana. Hammasi sizlarniki balki shu. Hurmatli obunachilar, mana olalarga narxiga 16 million so'mdan pul so'rayaptilar. Hammasi buqacha ekan. Aka bular 5 tasini bir joyda nima qilyapti bozor? 5 tasini 70 million deyapti. Bermadingiz. Shu 5 ta buqachalarni 70 million so'm pul qilishdi, bermabdilar. Hurmatli obunachilar, olalar. 70 million so'm. Olib ko'rsatmasin. Yomon emas, sifat. Kalta narsa ham emas. Boqqanda ertaga achimaydigan variantdan ekan. Aka, bularni 5 tasini bir joydan ish bilan sotaveramiz. 75 million bo'lsa sotamiz. Aslida berib. 75 million so'm bo'lsa beraveramiz deyaptilar. Nomerlarni ham olamiz. Necha nomer? 99lik. 823 33 73. Neç pul bo'ldi aka? 16 million 600 ming so'mga shu buqacha baraka. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgani 14 million 100 ga 14 million 200 ming so'mga baraka bo'ldi shu. 14 million 200 bu, 14 million 100 bu. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgani. Ketdi o'zi bu yoqqa yemga olib tashlayveradigan joyda. 21 million 400 ming so'mga shu buqa baraka bo'ldi. Diana adasi olgan. Mana men o'zim sotdim, 21 million 400. Bir dona lak bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, mana smental buqachalar baraka bo'lgani 48 million so'mga baraka bo'ldi shu ikkitasi. $48 million so'm. Qo'shtir. Hurmatli obunachilar, mana sementallarni qo'ng'ir joydan deydi-yu. 23,5 million so'mga baraka bo'ldi shu. 23,5 million so'm. Ketdi. men beraman. Dolarga assalom. Qanaqasiz so'z aka? Sonlar yaxshi? Yur olin. Kep birlashmaysiz-da. Eskitga tarot. Yur, azgin yursa berasanmi? Nima? Azgin yursa berasanmi? Yuribdi. Kim? Sen tomon bo'ldi. Qarang. Karim.
Vereceğimmi? Haddini yüzü vereceğimmi? Maydalamlar, bak bizi çıkarıyor. Faaliyete olsa faaliyet ediyor. Oğlum yürüyeceğimmi? Kelam kotup kaptanlar. Bu ne? 33 million so'm pul qilishadi hurmatli obunachilar shu qilib 33 million so'm. Molingga qarab, olangan 32 hech kim olmaydi mol. unaqa demay, 35 ga. Unaqa gap kerak emas. 35 ga ham oladi agar. Kerak bitirma. Karim, qo'y odam aralashmasin. Men o'zimizga 5 Karim. qo'shib qo'y. 320 tani pulim bo'lyapti. 100 ming so'mdan. Qara. 100 ming so'mdan. Sanamiz bo'lmasin 500 so'm qo'shdim men. Ben qo'shmasa men qo'shaman 500 ga. 500 ming men qo'shaveraman. Yo'q, bunaqa to'g'rimagan sen. Yo'q, bu bermayapti-da, nima qiling? Men realniy narxini aytganman. Qo'shsa ham bermayapti. Voy 31 million qotganda 33 million so'radi. Qanaqasiga yana 5 million? Mana agar sotsa 34 ga sotsin, baraka topsin. Qara, men seni boshqa boshqa turganim yo'q. Yana so'rab, olmoqchiman. Haddiy niyati bo'lgani shu. Hamta olsa uni ursin mana. Agar 34 million mana boshi ochiq oladigan odam bo'lsa olsin. Sotadi agar 30 bersa-da, misol. Men buni boshini boylab qo'ygan joyim yo'q. Ber. Do'dan nima bo'ldimi? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? So'zsiz? Yo'q, sodasi pishib turibdi. Hurmatli obunachilar 35 million so'm pul so'rayapti shunga. Nafaqat YouTube, Instagramga ham chiqadi, aka. Bozor nima qilyapti? Do'dan buni yopishib. 30 million qilishdi. Aha. 35 million. Oyog'ida 30 million so'mga berilyapti. Qancha keldi? 394 kiloga. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lganlar mana. 18 million so'mga yana ikkitasi baraka yo'q. O'shanda 9 million so'mda to'g'ri keladi mol boshiga. Qo'nachi. Qanchaligi bor? Qanchaligi bor? Mana eting qani mana. 24,5 qildim. 23 qilgan bo'lsa. Sotsiz bo'lyapti. Ayriliki Shuni 24,5 qildilar akam. Og'ir shu baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar. Qancha bo'ldi aka? 33. Oxiri olibdilar 33 million so'mga. Akam oldilar. 33 bo'libdi. Boyi so'dan 33 edi, 33 ga baraka bo'ldi. Sen qochib tursang-chi, mol olasan. Shu ham baraka yo'q, hurmatli obunachilar. 23 million so'mga baraka yo'q. 23 million so'm. Taroziga olib chiqmaysizmi aka? O 17,5 dedilar, hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan. Ana ko'ramiz endi. Qancha kelar ekan? Do'dam nech pulga oldingiz? 17,450 ga oldim. 17 million 450 ming so'm. 50 ming so'm ko'paytirdim. Ana ko'radi, men ko'rdim. 264. Ha? 264. 264 kilo keldi. Mana 33 ga baraka bo'lgan. 33 ga baraka bo'lgan mana.
Qo'shinglar, qo'shinglar. 610 kilo keldi. Hurmatli obunachilar, oyog'ida 33 million so'mga baraka bo'lgan. 610 kilo. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Ay. Nech pul aka bunga aka? Reklamasi zo'r bo'ldi. Ha, rosa aylantirdinglar deydi. İşte. Hurmatli obunachilar 22 million so'm pul so'rash ekan aka shunga. 22 million so'm. 19 million so'm kam bor. Bularga nech puldan? 22 dan kami bor. 22 dan. Olani, вообще boshqachasi ekan. Narxiga mana 22 million so'm pul so'rayaptilar. Turib e'tibor berib qo'yasizlar. Mashina nima qilyapti aka bozor? Men bir joyda 39 qot. Kelasizmi bir joyda? 39 qotda men mana 12 million bor. 39 million so'm pul qo'ygan ekan. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkitasi 39 million so'm. Necha pul sotamiz mashinani aka, olalarni? 39 dan usti bo'lsami? Aytvorasiz. 99 855 36 90. Nomerlarni oldik. Bittasi uzoqdan olib qo'yamiz do'stlar. Bo'yi 1.20 chiqadimi aka mashina? 1.30 san. 1.30. Mana hurmatli obunachilar, toylarni qatoriga o'tdi. Ko'rib turgan toylarga mana 30 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Yoshi 8 yashar ekan. Ovoyadan sodasi ham bor, tikyapmiz. Qaysi biri sodasi bor? Aka, assalomu alaykum. Necha yashar aka? 1 yoshda. Necha pul qo'ysa ekan? 12. Hurmatli obunachilar, shuni 12 million so'm pul tutdilar. Sodasi ham bor do'st. Hurmatli obunachilar, yozda 3 yosh bo'ladi deyaptilar, lekin jonivor quyoshga chiqqaniga yaltirab kesib. Narxiga 2,5 million dollar pul so'rashyapti. Mana shu polvon ukamiz boqqan ekanlar. Qoch turasizlar. Buni bozorga chiqib qoldi aka. Yo'q, klient bugun chiqmabdi dedim. Bozor hali hech narsa pul qilmabdi. Bu zot qanaqa aka buni? Qora bayir. Jonivor degan. Yaxshi otagani? Ha. Oyog'iga nima deymiz? Nima qilib qo'yadi? Qani? Ko'p. Bilmadim nima qilgan. Oxir-oxirgi urib olgan bo'lsa kerak edi. Qiziqqanligi modellarni hozir. Lekin bozor hali hech narsa qilmabdi. O'zlari 2,5 million dollar pul so'rayaptilar. Aka, necha nomer qo'yamiz? 90'lik 592 39 40. Yozda 3 yosh bo'ladi deyaptilar. Hurmatli obunachilar. Yangi. Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka, so'ngsiz? Sonlaringiz yaxshimi aka? Tortdan oldiga o'tish kerak. 18 ga. Necha yashar aka bu? 2 yashar mana. Narxiga 18 million so'm kami bor deyaptilar. Aka, bozor nima qilyapti bular? Bermayapsiz. 16 million so'mga berilmadi shu. Jonivor.
Mana 15 qot. Mana shu akam 15 million so'm pul qotdilar. Ya to'g'risi, sen 15 qotsan. Bundan boshqasi yo'q. Aka, necha nomer qo'yib yuboramiz? O'tiring, qizni telefon qiling. Ya qizlar qilmaydi, telefon yo'q-ku, chiqmaymiz. Yo'qmi? Damashni tutisizmi? Damashni bor. Berib yuboring damashni. Qoch 55lik. 90'lik. 051 051 76 59. 76 59. Qoch pulasiz aka? Qani bu yo'lni bo'lyapti endi. Sizlardanmi akami? Che o'ynaq ekanligi. Ha, ikki. Nuriddin. Nesh pul aka, odammi? Assalomu alaykum. 30 million so'm. 8 yasharmi aka yoshi? Mana bu sizdan emasmi sherigi? Ana sizdan emasmi? Mana bu ham zo'r tushgan ekan, lekin egasi yo'q. Hurmatli obunachilar, shu bilan videoni tugatamiz. Videomizni ko'rib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirib ketasizlar. Xudo xolisa Nazarbek mol bozoridan chiroyli qilib bugungi bozorni narxlarni chiqazib berdi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Nuriddin kanali bo'ldi.